Rus tilida davать fe'lini turlarini o'rganamiz. Davать bu biror narsani kimgadir bermoq tarjimasida keladi. Keyingisi bu отдать, kimgadir qaytarib bermoq yokida berib yubormoq tarjimasida ishlatishimiz mumkin. Keyingisi bu передать, biror narsani uzatmoq yoki yetkazib bermoq deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi выдать, bu rasmiy ravishda topshirmoq yoki taqdim etmoq tarjimasida kelishi mumkin va yana qizni turmushga uzatish deganda ham aytishimiz mumkin. Например, выдать замуж. Keyingisi раздать, bu tarqatmoq deb tarjima qilinadi. Keyingisi подать, bu dokument topshirishga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Misol uchun, подать документы в университет. Keyingisi задать, bu vazifa bermoq yokida savol bermoq deb ishlatishimiz mumkin. Например, задать вопрос. Keyingisi придать, bu biror narsa qo'shish ma'nosida ishlatamiz. Misol uchun, придать значение, ma'no qo'shmoq. Ushbu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta buni izohlarda yozib qoldiring.